Keling, bugun sizlar bilan Amerikaning Optim bozorlaridan bittasiga boramiz. Ketdik unda. Bugun sizlar bilan Sam's Club degan Optim bozoriga, Optim marketiga boramiz va kirganimiz bilan siz ilk bor ko'rgan bo'lsangiz gullar, sharlar, chunki bugun Amerikada onalar kuni edi. May 11-sida bular shu bayramni nishonlashadi va har bitta narsa bu yerda katta korobkalarda yoki katta paketlarda sotiladi. Hattoki chips deysizmi, mevalar deysizmi, sabzavotlarmi, go'shtmi, hammasi katta miqdorlarda Optim narxlarda sotiladi. Bu yerda ancha arzon boshqa ulgurji marketlardan ko'ra. Va men oladigan narsalar bular. Mana shu sabzavot, tuxumlar katta korobkada bu yerda, sut katta galonlarda sotiladi. Bir qiziq holatga ko'zim tushdi. Mevalarni yaxshidan ajratadigan dugonamni ko'rib qoldim va bu menimcha O'zbekistondan bo'lsa kerak deb o'yladim. Chunki men ham shunaqa qilardim-da. Keyin olivka masla oldik. Tarvuzlar bor ekan. Tarvuzlar juda shirin ko'rindi va oldik. Albatta, kichkintoylarning kiyimchalarini ushlab ko'rishim kerak va ularni tomosha qilishim kerak edi. Juda ham chiroyli ekan. Mana bunaqa katta snaklar bor ekan bu yerda va o'tib biz meva sabzavotlardan keyin katta miqdordagi katta korobkadagi muzqaymoqlarni ko'rsangiz bo'ladi. Menimcha biz to'ylarimizga shunaqa muzqaymoqlardan olsak zo'r bo'ladi. Va bularda snack degan narsa bor. Ovqatdan o'sha asosiy taomlanishdan keyingi ovqatlanish, kichik taomlanish bor. O'sha yerda mana shunaqa narsalar, suxariklar yoki qotgan mamlaqa nonlar shunaqalardan olishadi va biz ham oldik. Keyin oldimdan robot chiqib qolsa bo'ladimi? O'zi tozalaydigan robot ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz dedim. Javob bermadi, o'zbekchani bilmasa kerak. Keyin och qoldik, ko'p yurdik chunki va bu yerda har xil variantdagi pitsa yoki boshqa ovqatlar bor edi va pitsa tanladik. Juda ham mazali ekan. Taxminan qancha bo'ldi deb o'ylaysiz hammasi? Siz uchun arzonmi, qimmatmi?